Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Bu xabar sizga yoki yaqinlaringizga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekistonda pensiya yoshi bo'yicha muhim takliflar muhokamada. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi uzaytirildi. Bu qachondan, kimlarga va qanday tartibda tatbiq etilishi mumkin? Hozir aniq qilib tushuntirib beramiz. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring, foydali bo'lsa like bosing. Bunday muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, O'zbekistonda yoshga doir pensiyaga chiqishning yosh chegarasini bosqichma-bosqich oshirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda 10-sentyabr kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Atajjanov ma'lum qildi. Loyihaga ko'ra pensiya yoshini erkaklar uchun 60 yoshdan 63 yoshgacha, ayollar uchun 55 yoshdan 58 yoshgacha oshirish taklif qilinyapti. Yosh chegarasini oshirishni har yili yarim yilga ko'tarish orqali bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirilgan. Atajjanovning ta'kidlashicha, dunyoning bir qator mamlakatlarida pensiya yoshi chegarasi 65 yoshdan yuqori. O'zbekiston 1993-yilda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun qabul qilingandan beri pensiya yoshi o'zgarmagan kam sonli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Faqat O'zbekiston qoldi. Boshqa davlatlar esa pensiya yoshini allaqachon oshirgan, deydi u. Pensiya jamg'armasi vakilining so'zlariga ko'ra, mamlakatda umr ko'rish davomiyligi o'sib bormoqda. Va Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha 75 yoshga yetadi. Ilgari pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin o'rtacha 8-9 yil umr ko'rgan bo'lsa, hozirga kelib bu ko'rsatkich erkaklarda 12,5 yil va ayollarda 20 yilni tashkil etmoqda. U shuningdek, pensiya yoshini oshirish bo'yicha qaror hali qabul qilinmaganini qayd etdi. Aholining takliflarini yig'ish maqsadida maxsus platforma ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Buning uchun 1 oy vaqt ajratiladi. Kelib tushgan g'oyalar tahlil qilingach, islohot loyihasi takomillashtiriladi va jurnalistlar hamda blogerlar ishtirokida muhokamaga qo'yiladi. Shuningdek, Atajjanov pensiya yoshini yiliga 6 oy emas, 3 oyga oshirish kabi yumshoqroq ssenariy ham ko'rib chiqilishini qayd etib o'tdi. Bunday holda 1 yilga oshirish 4 yil davom etadi va butun islohot 12 yilga cho'ziladi. Pensiya islohoti o'tgan yilning iyul oyida Strategik islohotlar agentligi O'zbekistonda norasmiy bandlik yuqoriligi sababli pensiya tizimi qamrovi atiga 38% ni tashkil etishini ma'lum qilgan edi. Boshqa mamlakatlarga nisbatan badallar darajasi yuqori ekaniga qaramay, 12-25% to'lovlar o'rtacha darajada saqlanib qolmoqda. Agentlik o'shanda mamlakat pensiya tizimini munosib tarzda tashkil qilish imkoniyatlarini o'rganib chiqqan. 2024-yil dekabr oyida O'zbekistonda pensiya islohoti bo'yicha seminar o'tkazildi. Hamda shu seminar doirasida konspektual hujjatni tayyorlash boshlandi. Uni mamlakat prezidentiga 2025-yil sentyabrgacha taqdim etish rejalashtirilgan. 2023-yil aprel oyida Jahon banki O'zbekistonda inson kapitali va suv xo'jaligi infratuzilmasiga davlat xarajatlari samaradorligini oshirish hisobotida mamlakatga pensiya yoshini oshirishni taklif qilgandi. Hisobotda qayd etilishicha, qaror qabul qilingan paytdan boshlab uni amalga oshirish boshlangunga qadar pensiya yoshi arafasidagi ishchi xodimlarga o'z rejalarini o'zgartirishlari uchun moslashishga vaqt berish maqsadga muvofiq. Xalqaro valyuta jamg'armasi ham O'zbekistonning amaldagi pensiya tizimi islohotlarini talab qilishni ta'kidlagan. Takliflar orasida pensiya yoshini oshirish, imtiyozli stavkalarni bekor qilish va to'lovlarni avtomatik identifikatsiyalashga o'tish bor. Pensiya islohoti konsepsiyasi loyihasi prezidentga sentyabrgacha taqdim etilishi kerak, deyiladi xabarda.